Şeyh Muhtar Vali Qaddasallahu sirrahu aleyhine markatlarından bize yapıyoruz. Hoppa. Şeyh Muhtar Vali Hazretlerinin markadı. Ya da bu yaskı han mescitleri hesaplanады. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Deb bu kişinin hikmetleri elhamdülillah. Bu kişinin anlaşmasam şecerleri yoki vafatları hakkında azlığın bo'lishi kerak. Şimdi Rabbana atina duası yazılgan ekan. Yer mihrabı hisoblanadi o kişi. Şu maqbarani yan baş tarafında Mihtar'ın evladı degan maqbara ham joylashgan. Maqbaranın içinde bir nechta adamlar madfun bo'lgan. Ya'ni dafn qilingan. Ya ko'rishingiz mumkin. Maqbarani mana tarafında bu Şeyh Muhtar Vali Hazretlerinin maqbarasi bo'lgan bo'lsa, bu yoqda mana o'zi asosiy ishlari. Keyin shunda yan boshlarida 18-asrda deyishli Boqiminboshi shahid bo'lgan edilar. Said Murod Yuzboshi 19-asr deyishdi, qabr ekan dedilar. Bu qabriston, orqasi qabriston hisoblanadi maqbarani. Shunda o'zlari xiyohalar tomonidan ko'p marotaba ta'minlangan gumbazlar mana shu haqiqiy islom madaniyatiga binoan xiyohalari tomonidan ko'p marotaba ta'minlanganlarni shurdagi xodimlar aytibdi tasdiqlab. Mana shu umumiy majmua hisoblanadi. Mana shu joy umumiy majmua. Bu atroflari ham. Uning orqasi qabriston, bu yoqlar esa Prezidentimizning 2023-yil tashabbuslariga ko'ra bog'roq qilib, fontanlar qurilib, chiroyli qilingan. Yan boshlarida masjiddan bor. Deyarli katta bir maydon, hammasi Şeyh Muhtar Vali Hazretlarining majmuasi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Bog'roqlar. Bu yoqda masjid joylashgan. Bana aytib o'tgandim. Yo'llar eyvon bo'lgan. Bu yerda darvishona bo'lib o'tadi. Darvishona maqsad, ya'ni xayr ehson tarqatiladi. Ovqat pishiradigan joylar ham bor. Qozon katta qozonlar ham joylashtirilgan, ya'ni ehsonlar shunda tarqatiladi. Şeyh Muhtar Vali Hazretlerining camiasındayız. Gümbezler.
Haqiqiy xiyo ustunmi nasıl?